3-chi bob. Samarqand madrasasida. Shu kuni kechqurun Qunduz Mardoni bilan Zumradning yig'lab turib so'zlab bergan sarguzashtlarini angladi. Atsi u ikki cho'konni Bug'roxonning yeniga boshlab kirdi. Qarangching dada, kim keldi? Dedi Qunduz eshik oldida turgan Mardoni bilan Zumradni ko'rsatib. Mardoni bilan Zumrad ko'nglak pashlarini tutib, putlarini pukib, yuvosh egilib, Bug'roxonga tang tozim qildi. Ha? Bu Mardona? Dedi xon o'rnidan turib. Biz konu tonish. Bu qizni birinchi qitim ko'rishim. Bu yoq Mardonining do'sti Zumrad. Ha, bak yaxshi. Qani, o'ltiringlar go'zal qizlar. Agar tunugin ko'rgan bo'lsangiz, konu tonish Mardonini zada tonimagan bo'ladingiz. Hozir mana bular boshqacha odam bo'lib qoldi. Rost. Ular tunugunki cho'kallar emas edi. Mohibonu ona bozorga boshlab chiqib, yorishimliq kiyimlar elib bergan. Ular o'xshash atlas ko'nglak, tovar jilitga, gullik popush kiygan. Orqasiga tashlangan qora sochlari parqirab turdi. Mardonining o'ynoq qora ko'zlari kulimsiraydi. Ikki mangzi qizirib, texmi chiroyli bo'lib ketgan. U o'ziga otalarcha g'amxo'rlik qilgan mehribon odamni ko'rib, cheksiz hayajonlandi bo'lg'ay, lavlari titrab ketdi. Zumrad nomini to'la anglagan bu ulug' odamni ko'rarman deb hargizmi o'ylamagan edi. U ayminib Bug'roxonga qaray olmaydi. Yaxshi kapsiz Mardona. Do'stingizni ilib kelganingiz yaxshi bo'pti. Qog'oshlarni Qunduz o'rinlashtirdi. Ha, qani kelinglar. Ma'lum mehmonlar bilan ko'rishinglar. Dedi Bug'roxon Toshqirdan kirgan Erkashbay G'ulomxonga ularni ko'rsatib. Cho'kallar ularga ta'zim qildi. Sizlar amdi chiqib dam ilinglar Mardoni. Dedi Qunduz. Ular xonga ta'zim qilib chiqib ketgandan keyin Qunduz ularning ahvolini so'zlab berdi. Bug'roxon ham o'rda og'isi Erkashbay bosh betikchi G'ulomxon intayin qiziqish bilan angladi. Qovul Bug'roxon bilan Farg'onadan yurib ketib, uzoq o'tmay buvisi to'yiqsiz o'lib ketibdi. Mardona qo'shnisi boydan pul qarz ilib, buvisini yerlikida qo'yibdi. Keyin boy shafqat qilib Mardonidan hol so'rab turibdi. Qiynalma qizim, xajla deb pul beribdi. Xotinini yemak-ishmak bilan kirgizib, hol so'radi degan. Yolg'izligimda beshimni siladi, obdan odam ishkan debdi Mardona. Boy osta-osta g'amxo'rligini to'xtatibdi. Bir necha oy o'tgandan keyin u daftarini ko'tirib chiqibla pulning hisobini ko'rsatibdi. Mardona yig'labdi. Boy gapning poskallisini aytganda, yo sen menga tegisan, begingda turaverasan, yoki bog' uyni o'tkazib berasan, debdi. Mardona olli kollo deb zorlabdi. Bu haromzodiga o'lim tilabdi. Kutib tursizlar. Qovul kelgandan keyin bir amal qilib pullarni beraylik, deb yilinibdi boyga. Bu bo'lmaydi. Ikkining biri debdi boy. U har kuni kirib Mardonni qistaydi ekan. Mardona nima qilishni bilmay yig'laydi ekan. Do'sti Zumrad uning dardiga darmon bo'lib mungdishidi ekan. Zumradning eri chiriklikda o'lib ketib, ko'chada qolgan bir yetim cho'kan ekan. U buvisi o'lgandan keyin Mardoni bilan birga turdi ekan. U do'stining holiga yetdi ekan. Boy Mardonni qistov beribdi. Bir kuni kelib, "Sana bir hafta muhlat beraman. Yo menga tegisan, yo bog' o'ylarni o'tkazsan",
deb varqirab chiqib ketibdi. Endi Mardoniga osmon yiroq, yer qattiq kepti. Zumrad bilan ikkisi yig'labdi, qaqshapdi. Shu kunlarda ahvolni bilib turgan qo'shni bovoy kirib, maslahat beribdi. Ko'z yeshi bilan ish bitmaydi. Bu boy qor yurak ablah. Har ishdan yonmaydi. Jeningni bir yoqiga ol, qizim. Qovulni izlab top, debdi. Oxiri Mardona Zumrad bilan maslahatlashib, bir kechida Samarqandga qarab yo'lga chiqibdi. Qo'shnisi bovoy bularning bir harvikash do'stiga topshirib qo'yibdi ekan. Ular o'zaro yordamlashib Qo'qandga kelibdi. U yerda boylarning uylarida ishlab yurib, birer oy jon beqibdi. Eliqi harvikash Farg'onadan yana bir kelganida bularni bir eshakchi kirakash do'stiga topshirib qo'yibdi. Bu yomon odam ekan. Ularni eshakka mindirish tugul, qo'ng'onli joyda chavar targizib, tamoq atkizdi ekan. Qo'rsaqlarga to'yg'udak bir narsa bermaydi ekan. Ular ish qilib qovulni tepib olsaqli bo'ldi deb qiynalsimi rozi bo'pti. Shunda qilib, ming bir azob bilan ular Samarqandga kelibdi. Kelgili bir necha kun bo'pti. Osh qopdi. Har kuni o'rda oldiga keladi ekan. Amal yo'q, ketdi ekan. Tunagun qovul bilan Omonqulga uchrab qapti. Bug'raxon Qunduzning hikoyasini anglab bo'lib, o'rnidan qopib ketdi. U uyning ichida so'zsiz oylanatdi. Mardona menga Bug'ra otamga aytib qo'ying, bizda kambag'al bechoralarni qutqizsin dedi. Dedi Qunduz. Qarang cho'ng dada. Uning so'zi qanchalik cho'nqur va o'tkir. Bug'ra otam kambag'al bechoralarni qutqizsin. U sansiz mardonalarning so'zini, balki uningdimi ig'ir azob chekayotgan namratlarning so'zini aytdi. Ular o'zi qadrlagan Bug'ra otasidan texmi cho'ngroq yaxshilik tilaydi ekan. Bug'raxon o'ychan holda hamon oylanatdi. Bir to'xtab elib, yana mangdi. Buningdan so'zim singayotgan o'xshaydi, dedi Qunduz ichida va so'zini davom qildirdi. Elning hurmati bak qimmat. Buningdan cho'ng baxt bo'lmaydi kishiga. Lekin el tiligini qondirmasa, undaq baxt yiltizsiz daraxtga, poterekka o'xshab qoladi. U qattiqroq ketdimi nima deb o'ylab, so'zini yumshatdi. Erkinlik degan so'z ilgari quldarlik mezgilida qandoq cho'nqur ma'nilik bo'lsa, hozirmi shundaq. U bizdan elning to'liq erkinligi uchun yangi davrda yangi talab qo'yayotdi. Bu tuman minglagan yo'qsul qullarning ovozi. Qunduz nima darkin deb Bug'raxonga qarab ayminib so'zini to'xtatdi. Balli Qunduz, sizning elga kuyimchan yuqori tilikingizga qoyilman, dedi Bug'raxon o'ltirib. Sizning avvalgi bir didakning mo'shundoq ulug' tilak egisi bo'lib qolganiga bak xushman. Turmush sizni tarbiyalab o'stirdi. Elik ustozmi tarbiyaladi. Elik ustozning erkinlik tiliki sizga obdan singibdi. Ta'turlarning so'zi bo'yicha aytganda, elik sizni obdan zaharlagan o'xshaydi. U zo'qlanib Qunduzga qaradi. Aldi bilan zaharlagan o'zri cho'ng dada. Yana zaharliguvchilar orasida Aydin acham bilan Yulduz achamlarmi bor? Undaq bo'lsa, biz hammamiz bir bo'lib dunyoni zaharlab bo'ldik-ekanmiz-da. Kuldi Bug'raxon. Biz ustozdek zahar tortalisak, bu yaxshi ish.
Xo'p, Qunduz. Erkinlik degan qandoq bo'ladi? Uni qandoq qo'lga keltirish kerak? Bu yaqini o'ylashdingizmi? u yaqini o'ylab ketolmadim. Qullarg'u erkin bo'ldi. Lekin ular aytgandek, yana nuqta yuganga aylanib qolgani rost. Nuqtasimi yo'q, yuginim yo'q dunyo qurilsa deyman. Bak yaxshi o'ylash. Biroq nuqta bilan yugani tashlaversak, ta'turlarni, yo'g'on qo'saqlarni qandoq boshqaramiz? Bu nuqta yuganlarni ko'ydirib tashlab, ularga boshqaraqini yasamaymizmi? Konini ko'ydirib yengini yasash. To'g'ri. Bak to'g'ri singlim. Yaxshi. Biz ikki cho'ng ishni qildik. Biri yangi davlat qurish, biri quldorlikni yo'qotish. Davlat qurish ishimiz tex tugamadi. Bu yoqlardagi qadoshlarimizni chatning zulmidan qutqizdik. Biroq buning bilan tinch yat qilib bo'lmaydi. Yog'ining uvusini buzib, tishiga tegib qo'ydik-da. Bundan boshqa o'ng so'ldan boshqalar kelishi mumkin. Qo'shinni ulg'aytish kerak. Birlikni kuchaytirish kerak. Yana bir cho'ng ish. Bilik oqartish. Bu ishimiz texchala. Avval mush ishlarni bir yoqli qilib olsak, ondan siz degan ikkinchi erkinlikni o'ylasak. To'liq erkinlik qandoq bo'ladi? Shu vaqtdami erkinlik shundoq tugal bo'lib ketarmi? Koni nuqta bilan yuganni shundoq osonla ko'ydirib tashlag'ili. Yangisini shundoq oson yasig'ili bo'larmi? Mo shundoq bir qator ishlarni cho'nqir o'ylash kerak. Angacha namratlar yana ezilib turadi. Iloj bor, ozroq ezilishi uchun chora tepish kerak. O'tgan qitim yer suvni tekshirdik-ku. Lekin ezilishni undoq osonla tugal yo'qotqili bo'lmaydi. 5 barmoqni biroqli ig'izga tiqilib bo'lmaydi-da. Kechirsiz cho'ng dada. Mening aytganlarim balki to'g'ri emasdi. Qarashlaringiz bak to'g'ri, maqtashga loyiq. Vaqt chora o'ylashmoq lozim. Aytmoqchi, mardonalarni qanday o'rlashtirmoqchisiz? Ularni o'zimiz bilan birga tutib, birga yurtga elib ketsak deyman. Mayli, sizningcha bo'lsin. Endi bu suhbatimizni tugatsak qandoq? Boshqa ishlarga o'taylik. Xo'sh, yig'inning tayyorligi qandoq bo'ldi? Bug'raxon o'rda og'isi bilan bosh betikchiga qaradi. Ular darhol javob berolmadi. Bir oz tamtira sezilib turadi. Qunduz qarab hayron bo'ldi. Qunduz bilan Bug'raxonning suhbati bu ikkisini rosta hayron qoldirdi. Bo'libmi, ular Qunduzning qanchalik bilimdan ayol ekanligiga qoyil bo'ldi. Erkinlik. Yana erkinlik. Ikkinchi erkinlik. Ular bu to'g'rida o'ylab baxmagan. Faqat Mansur hokimiyatini yiqitishni o'ylagan. Shun ular suhbatga gap qistira olmadi. Lekin suhbatdan ular yana qandoqdir oliy g'oya borligini, uni qo'lga keltirish mushkul ish ekanligini pamladi. Yig'in tayyorligi yaxshi, dedi Erkashbek ozroq o'diqib. G'ulomxon, siz... Yig'in tayyorligi tugab qoldi, dedi G'ulomxon o'zini roslab. Xallarga, chelik boshlarga va boshqa mehmonlarga xabar qilindi. Davlat qonuni besib tayyorlandi. O'zlarining so'zlari o'tgan navbat aytib berganlaridek yezildi. Yog'och bosmada bostirilmoqda. Tayyorliklar bir yerga berib qoldi. Yig'inni 8-oyda etishqi bo'ladi, dedi Erkashbek. 8-oyning 1-ga deganmidoq. Bugun 7-oyga 5. Yana 25 kun qoldi. Ulgurimizmi? Ulgurimiz. Bo'ladi. Degan vaqtda ochaylik. Davlat qonuni shu vaqtda, davlatning shu vaqtdagi ahvoli qarab tuzilgan bosh qonun. Diqqat qildinglarmi? Uningda elik xalqlar mushu bosh qonunni yetakchi qilib,
o'z joyining ahvoliga birlashtirib qonun tuzidi deb bitilgan. Samarqand xalqimi shundoq qiladi. Bu yig'inda bosh qonunni tarqitib berib, uni tushundirsak bo'ladi. So'zlaydigan so'zni yana o'ylashaylik. Baya Qunduzning aytqanlari bek muhim. Gapni unda qilmasaqmi, erkinlik buning bilan tugamaydiganligini, uni tugallash lozimligini aytish kerak. So'zni besib bo'lgandan keyin menga bir poch beringlar. Uninggacha taratmay turinglar. Bug'raxon bir oz o'ylab dedi. Mushu oyning o'ttirsida yana bir navbat o'rda kengashini o'tkazaylik. Arslan o'lgirib kelarmi? Kelishi mumkin. U Abu Ali bilan Buxorodan Heratga borgan edi. Bu yoqqa qarab yo'lga chiqqili 2 kun bo'ldi. Yaxshi. Ular kelmay, yig'inni ichishga bo'lmaydi. O'rda kengashi muzokarasidan keyin cho'ng yig'in echildi. Yig'inga Samarqand xalqining amaldor, arboblaridan boshqa har bir xalqning amir xollari, cherik boshilari qatnashdi. Yig'inda Sultan Sutuq Bug'raxonning so'ziga asosan elning ahvoli, Qaraxoniylar xondonligi bilan bo'lgan birligi, hokimiyat, hukumat tuzumi, tanglik, olvon siliq va boshqalar muzokara qilindi. Boshqa masalalarda talashchiq bo'lmadi. Tanglik va olvon siliq to'g'risida jiqroq so'z bo'ldi. Oxiri Bug'raxonning fikri bo'yicha nomrod tarixchilarni tang ko'rish, davlat siliqining 10dan 3ni kemaytish, odam setish, odam o'ltirishni qattiq cheklash degan so'zlar qarorga kirgizildi. Yig'inning 5-kuni Bug'raxon yana so'z qildi. Ondan bir qaror qabul qilindi. Qarorda Samarqand ilik xonligi Qaraxoniylar xondonligining bir qismi, qadoshlikni, birlikni kuchaytirib, elni yaxshi boshqarish, elni paravan qilish va elni qo'g'dash deb bekitildi. Yig'in tugagan kuni oqshimi o'rda ziyofati berildi. Ziyofat cho'ng saroyda o'tkazildi. Samarqandning dongliq oshpaz ustalari yerlik tomoqlar tayyorlashdi. Hamma hunarini ko'rsatdi. Ziyofatdan keyin o'yin ko'rsatildi. Shosh, Buxoro, Farg'onadan xalq sozandalari, qo'shiqchilar, naqshchilar, usulchilar akaldirilgan. Ular Samarqand san'atchilari bilan birlikda o'zlarining eng yaxshi hunarlarini yuqori mahorat bilan ko'rsatdi. Shosh usuli, Buxoro qo'shiqlari, Farg'ona naqshlari tomoshachilarni bak qoyil qildi. Yig'in tugab 2 haftadan keyin Qurbon hayit bo'ldi. Bug'raxon masjidga borg'ini uchun hayit namozi har vaqtdagidan tantanalik boshlandi. Lekin namoz vaqtida ko'ngilsiz voqea yuz berdi. Samarqand madrasasining yenidagi hashamatlik yasalgan cho'ng masjidga jamoat liq to'lgan edi. Imom xutbani tugatib, mikrob oldiga kelganda jamoat g'ur qilib qopishdi. Xuddi shu vaqtda oliy yakta kiygan bir ko'sa odam oldirab sapni yerib ishkirladi. 5-sapga borganda to'rik yinida turgan soyib kalomning shardi bilan u qistop yurib 3-sapga, mikrobning so'l tarafiga o'tdi. Orqa sapda o'rda qoruqchi ishlar xodimi Shoyimardon uni bayqab qoldi. Va 2-sapda Bug'raxonning kaynida mikrob udulida turgan Sodiq G'ulomni imlab qo'ydi. Shoyimardon yog'iyning bugun hayit namozidan foydalanib biror voqea chiqarishidan andisha qiladi. U o'z qoruqchilarini 2-3-sapga oralashtirib o'rinlashtirgan. U Bug'raxonning maxsus qoruqchisi Sodiq G'ulomni masjidga kelish oldida ogohlantirgan edi. Shunga Sodiq G'ulom Shoyimardon sharatlagan oliy yaktakni ko'zlab qo'ydi. Namoz boshlandi. Butkul jamoat rukudan o'tib sajdaga bosh qo'ydi.
Shohi Mardon bilan Sodiq G'ulom o'ltirib sajdaga engishdi. Lekin bosh qo'ymay yer ostidan boyqadi. Namozning birinchi rakati omon o'tdi. Ikkinchi rakatga sajdaga bosh qo'yilganda Sodiq G'ulom boyqab turadi. Heliqi oliyakda kelgan odam sajda qilmay qo'yniga qo'l silib etibdi. Sodiq G'ulom andish qilib Bug'raxonga qarag'an edi. Shohi Mardonning "Sodiq!" degan ovozi anglandi. U burilib qarab, o'yildab kelayotgan bir pichoqni ko'rdi-da, darhol berib sajdada turgan Bug'raxonni qo'g'didi. Onguchi pichoq kelib, Sodiq G'ulomning maydasiga qadaldi. Sodiq yiqildi. Shohi Mardon etilib berib, sap otlab qechib ketib borgan oli yakkakni gajgisiga birini uribla do'millatdi. Namoz bozildi. Masjidning ichi potpo'roq bo'lib ketdi. Bug'raxon maydasidan qon eqib yotgan Sodiq G'ulomning beshini tizig'i oldi. "Sodiq, o'g'lim, ko'zingni och!" dedi u uning peshonasini silab. Sodiq G'ulom ko'zini ichib, Bug'raxonga talmurib qarab kulimsiradi. Uning ko'zlaridan taramlab yoshlar oqatdi. U shu peti asta ko'z yumdi. Arslan qorug'chichiliklarga Sodiq G'ulomni olib chiqishga buyurdi. Sodiq G'ulomning jasadini ilib manganda masjid hazo qiyofatini oldi. Bir muncha kishilar ko'z yeshi qildi. Bug'raxon ko'z yeshini surtdi. "Qotilni, uning xo'jayinini tutqunga oldik", deb Arslanga ma'lum qildi Shohi Mardon. "Bizning bir yaxshi g'ulomimiz namoz ustida shahid bo'ldi", dedi Bug'raxon jamoatni tinchlantirib. "Qotil qo'lga tushdi. Ho'shyor bo'lish kerak. Imom oxunim, namozni qaytadan o'qisak qandoq?" "Bak yaxshi, shunda qilaylik", dedi imom. U mihrobga o'tdi. Sap joyiga tizildi. Imomga agishib, jamoat quloq tutdi. Hayit namozi ham surlik, ham ta'zilik o'tdi. Namozdan keyin Bug'raxon qo'riqchilarning qo'g'dishida arboblar bilan billa masjiddan chiqqanda jamoat yo'l ichib, ilgirkidimi yuqori hurmat bilan uzatdi. Sodiq G'ulomni atsi shehidlar qabrlari yeniga qo'ydi. Bu chapdas, xush ovoz yigitning to'yiqsiz vafot bo'lishi ko'pchilikni echintirdi. Bo'libmi, Bug'raxon bak echindi. Uning o'rnida Qovul Bug'raxonning yenida ishlashga boshladi. Bug'raxon Qovulni yaxshi ko'radi. Farg'onada bovisi bilan kelganda uning botir, qilishvozligini ko'rganda yaxshi ko'rib qolgan edi. Lekin u tig'i Sodiq G'ulomga yetmaydi. Sodiq G'ulom rostilla Bug'raxonning obdan, sadoqatli g'ulomi edi. U Bug'raxonning yana kelganiga 3-4 yil bo'lgan. Bir kunmi hordim, toldim demay, Bug'raxonning hamma kergini tayyorlab turadi. Bo'libmi, sirtqa chiqqan vaqtlarda u Bug'raxon uxlamig'icha yotmaydi. Atigan sahar turib, Bug'raxonni kutadi. U obdan xizmatchi bo'lib qolmay, obdan muhofizatchi edi. Keyingi kunlarda Erkin uningga maxsus muhofizatchilikni topshirgan. Keyin Sodiq G'ulom ho'shyorligini hassilab oshirdi. U xonning yeniga kirib chiqilgan kishilarga diqqat qilib qolmasdan talo-tuz, o'yli oram, oshxona, hatto otxonagacha kuniga bir necha qitim aylanadi. Xonning tomiqini ketib ko'radi.
Xon kiyinish oldida kiyim kechaklarining yonchuq qo'yinlarini aqtirib chiqatdi. Sodiq g'ulomning dunyolikda ikkila orzusi bor edi. Biri xonni yaxshi qo'g'dash, xizmatini yaxshi qilish. Yana biri yolg'iz onasining xizmatini qilish. Bug'raxonning xizmatini qilishni u oliy burchi deb hisoblaydi. Bug'raxon onasining holini so'ritib, pul, narsa kerak avattirib turadi. U Sodiq g'ulomning onasini sevg'inadiganligini, hamisha onasini tushida ko'rib turadiganligini yaxshi biladi. U Sodiq g'ulomning sevg'inish hissiyoti bilan onasini ko'rgan tushlarini so'zlab berishini yaxshi ko'radi va qiziqib anglaydi. Onangning yeniga berib xizmatini qilasan yoki onangni shaharga oldirarsan deb uningga ko'ngil qo'yadi Bug'raxon. Xonish Oydinmi Sodiq g'ulomni yaxshi ko'radi. U bo'lg'ini uchun Xonish Oydin Bug'raxondan xotirjamlik sezadi. 2 kundan beri Bug'raxonning ko'ngli echilmadi. Sodiq ko'zidan ketmaydi. U Bug'raxonni qo'g'dayman deb shahid bo'ldi. U shahid bo'lib, Qaraxoniylar xondonligining xaqoni omon qoldi. Sodiq g'ulommi jinini tikib qo'yib, o'zining xonini, yo'q, o'zining qadrdon otisini saqlashga doim tayyor edi. Amaliyotimi shundoq bo'ldi. Bularni o'ylaganda Bug'raxonning ko'ngli buziladi. Onasi bechora anglaganda qanchalik yig'lab qoqsharkan deb ichinotdi Bug'raxon. Bu qitimqi ulug' yurishda shahid bo'lganlar oz bo'lmadi. Urush bo'lgandan keyin o'lish bo'ladi. Qurbonsiz g'alaba bo'lmaydi. Badalsiz utuq bo'lmaydi. Buni Bug'raxon oldin mo'ljarlab qo'ygan edi. Minglagan cheriklar shahid bo'ldi. 3 nafar tuman boshi va bir qancha mingboshi va yuzboshlar shahid bo'ldi. Bug'ra qo'shinining bu ig'ir yo'qtishi Bug'raxonni qayg'uga solgan edi. Samarqand sepili ostida o'zi ozod qilgan, tarbiyalab o'stirgan erkinning shahid bo'lishi. Shahar elinib, urush tugaganda Sodiq g'ulomning jonpidolik bilan shahid bo'lishi Bug'raxonga texmi eg'ir keldi. Shundoq jondan kashmigacha jononga yetkili bo'lmaydi. Urushsiz jangmi bo'lib turdi, dedi Bug'raxon oxiri o'ziga o'zi ko'ngil qo'yib. Shohimardon avval oligakdak qotil, keyin Soyib Kalomni so'roq qilib, ondan Eshon bilan suhbatlashib, ishni aniqladi. Oligakdak Shayx Shahovuddin Eshonning johil murdi ishkan. U din yo'lida jon pido, Eshonning amriga tayyor sodiq murd ishkan. U Soyib Kalomning buyrug'ini ijro qilibdi. Soyib Kalom Eshonning qo'ltiqiga kirib olgandan keyin Bug'raxon islom dinining yog'iysi ishkanligiga Eshonni ishontiribdi. Bug'raxonning Eshonga mansab bermay alam qilganini ozdab, texi u din yog'iysi bo'lib chiqqanligi Eshonning o'g'isini qaynatibdi. Uning Bug'raxonga o'chmanligi eshib toshqandan keyin Soyib Kalom Bug'raxonni yo'qitib etishni aytibdi. Eshon avval unimabdi. U qo'lni qonga tiqishguna, ish chatoqqa aylansa, o'zingning beshiga keladi, deb rad qilibdi. Keyin Soyib Kalom Bug'roni yo'qitib, boshqadan quriladigan hukumatda
yuqori mansab berishni va'da qilgandan keyin u o'ylashga boshlabdi. Keyin yana yeniyapti. Gunohkor bo'lmayman. Allohning oldiga oq yuz bilan boraman, debdi u. Oxiri soyib kalam qattiq qo'l ishlatibdi. Sen allaqachon bug'rani o'ltirish qasdiga qatnashib bo'lding. Buni bug'ra bilib qolsa, halingning nima bo'ladiganligini o'yla, deb tahdid silibdi. Eshon noiloj rozi bo'pti. Soyib kalamning talabi bo'yicha Eshon dinga jon pido botir bir sopini tanlab yurib, oxiri Oli yaktakni uningga tunishtiribdi. Eshon Oli yaktakka: "Muqaddas dinimiz tahlikaga duchor bo'ldi. Bug'ra yolg'on musulmon. Din yo'lida, Alloh yo'lida shahid bo'lishdan bosh tortmay, kofirlar bilan, majusiylar bilan kurashmak kerak", deb topshiribdi. Oli yaktak buni anglab savdoyilarcha g'azablanibdi. Eshon soyib kalamni Oli yaktakka tunishtiribdi. "Bu kishi Bag'dod xalifamning oldidan kelgan. Dinimizni qo'g'dug'ichi oliyjanob kishi. Siz bu kishining so'zlariga amal qilg'aysiz", debdi. Shuningdan boshlab soyib kalam Oli yaktak bilan og'ina bo'pti. G'azabini oshiribdi. Oli yaktak Eshon ham soyib kalam oldida din yo'lida o'lsam shahid, qolsam g'ozi bo'laman deb Qur'on tutib qasam qilibdi. Oxiri ular maslahatlashib hayit namozda sajdadagi vaqtni tanlab olgan ekan. Oli yaktak dalil oldida g'ing qilolmay hammani aytib berdi. Eshon avval: "O'limdan xavrim bor. Bu ishdan xavrim yo'q", deb turib oldi. Keyin soyib kalamning asli kim ekanligini, uning Eshonni aldab, uningdan foydalanganligini aytib bergandan keyin Eshon bosh egib ko'z yoshi qildi. Men ahmoq bo'ldim. Ko'r bo'ldim. Alloh oldida gunohkor bo'ldim", dedi u. Soyib kalam bo'lsa, o'zining ko'ni tajribalarini ishlatib, Shohi Mardonni yengishga tirishib baqdi. Qilmagan lo'liliklari qolmadi. Oxiri Shohi Mardon uning asli qiyofatini ichib bergandan keyin u tovuzi qo'ltiqidan tushib, bosh egishga majbur bo'ldi. Shohi Mardon soyib kalamni yaxshi bilatdi. Uning asli eti Qamariddin edi. U hech qanday mulla, so'pi emas. Sardor Abu Ibrohimning payloqchi idorasining bir mas'ul xizmatchisi edi. Shohi Mardon Samarqandda yashagan 3 yil ichida uni bir necha qitim ko'rgan. Cherik payloqchi idora Shohi Mardonni olib Orislonni o'ldirmak uchun shoshqa avatadigan vaqtda Shohi Mardon Qamariddinni yana bir qitim ko'rgan. U vaqtda u qo'yiq qora soqol burutliq, cherikcha kiyingan surlik odam edi. Shohi Mardon Somoniylarning cherik qo'shiniga tutib ilingan Xurosonlik cherik edi. Samarqandga kelgili 3 yil bo'lganda Bug'ra qo'shin hujum qilib keldi. U asli bir tarixchi bolasi bo'lib, onasi o'lib ketgan. Kichikidilla japoliq amgak qilib, dadasiga yordamlashadigan. 15 yoshga kelganda dadasi qiyrilik yetdimi yoki biror og'riqqa uchrab qoldimi, ish qilib amgak qila olmaydigan bo'lib qoldi. Endi bir uyning ishi Shohi Mardonning beshiga qoldi. 18 yoshida uni cheriklikka tutib oldi. U aslida hukumatga qarshi edi. Dadasi: "Zamoni zo'rning bo'lib ketdi. Kun ko'rish qiyin bo'lib qoldi", deb zorlaganda Shohi Mardon to'rilarning uylariga o't qo'yg'isi keladi. Cherik tutilib, dadasi yolg'iz qolganda u ularga texmi qarshi bo'lib ketdi.
Cherik bo'lgandan keyin uning jafosi ko'payib ketdi. Ba'zida u ko'ni cheriklarning og'zidan adolat, haqiqat degan so'zlarni anglab, ma'nisiga tushunolmadi. Keyin asta-asta tushunib qoldi. Adolat bo'lish uchun hukumat odil bo'lish kerak degan o'y uning beshiga kirib oldi. Cherik bo'lib 2 yil o'tgandan keyin uni 10 boshi qildi. Yana 1 yildan keyin 100 bosh qilib Samarqandga avatdi. Cherik payloqchi idora uni tarbiyalab ishlatdi. U ishladi. Lekin odil hukumat nadikin tong degan o'y uningda kuchayaverdi. Oraliqda dadasining o'lib ketgan xabari keldi. Uni yurtiga qaytarishmadi. Bu uningga bak alam qildi. Bir necha kun kechlab yig'lab chiqdi. Hukumatga bo'lgan o'shtiki kuchaydi. Bir kunlarda kun chiqishdan Bug'roxon degan bir sulton cherik boshlab kelayotgudak degan gap chiqdi. Uzoq o'tmay o'shni opto, o'zganga besib ketdimish, Namangan qo'ldan ketdi degan xabarlar kayni-kayndan torilib, hukumatda andishi kuchaydi. Cheriklar oldirab qoldi. Shohi Mardon, kun chiqish podshoyining bizning podshohga kuchi yetarmikin tong, deb o'ylab yurganida, voy, u Bug'roxon degan qoltis polvon ishkan. Uning cheriklari bo'rondak bostirib kelayotgudak degan mish-mishlar ko'paydi. Uzoq o'tmayla degandak Targ'oni qo'ldan ketib, Bug'roxon Qo'qandga keldi. Yana uning bir sardori shoshqa besib beribdimish. Mansurning pochqiga pitishib, o'diqib qoldi degan xabar keldi. Bu Mansur degan zolimning kuni oz qoldi bo'lg'ay, deb xush bo'ldi Shohi Mardon. Shu kunlarda cherik payloqchi idora Shohi Mardonni yana 2 kishi bilan shoshqa avatdi. Uningga berilgan vazifa Olib Orislonni o'ldirish edi. Topshiriq bo'yicha u avval Orislonga al bo'lib, uning ichiga kirib olish. Ondan bir amal qilib Orislonni yoshirin o'ldirish edi. Bir boshliq uningga musha topshiriqlarni berib atganda, hozir Soyib kalom deb atalgan asli Qamariddin kirib, "Shafqatsiz bo'l. O'zing o'lmasliging uchun yog'ini o'ldirishing kerak", deb so'z qo'shgan edi. Shohi Mardon topshiriqni ilib shoshqin mangdi. U chegish, qo'rqinchli o'ylar bilan qiynaladi. Yog'ini o'ldirish, el bo'lib, ondan chori depish. Ular qarab turdi ekanda. El bo'lganingda sana ishinamdi. Unda cho'ng bir odamni o'ldirtkizib, uning yenidikilar qarab turamdi ekan. Unchilik to't bo'lsa, hujum qilib kelib, dunyoga tetiyman deb turgan Mansur podshohni qo'rqita olaydim. Uni o'ldirish o'yin gap emas. Biroq o'ldirolmay qaysang, seni payloqchi idora omon qo'yarmi? Qiziq gap. Yo o'lim, yo ko'rim bo'lib qoldi-da. Yog'ini o'ldirish. Orislon yog'i bo'lsa, zodi kimning yog'isi? U Mansurning yog'isi bo'lsa, men do'st bo'lib qolmadimi? Yog'ini emas, do'stingni o'ldirdi ekansan-da. Bu qamlashmagan gap. Shohi Mardon shoshqi borganda Bug'ro qo'shuni shaharga yaqin Chirchiq degan yerga kelib bo'lgan edi. Shoshlik amaldorlar puti ko'ygan to'xudek tipirlashib qopti. Cheriklar o'z jini bilan bo'lib qopti. Yerlik qo'shin boshlig'i Mazamxon bo'lsa, chatga chiqib opti.
Ahvoldan qaraganda u Arslan taraf o'xshaydi. Undan keyin bug'rolar kelganli yerda fuqarolarga yaxshilik qiladi ekan. Xalq ularni qo'g'daydi ekan. Taslim bo'lganlarga jazo bermaydi ekan. Odil podshoh ekan. Yog'iy bo'lsa, xalq qo'g'dimaydi-da. Mansurni qo'g'dimaydi. Qarshi turadi. Demak, ular xalq yog'iysi emas. Xalq do'st ekan. Toza qiziq gap bo'ldi-da. Xalqqa do'st bo'lgan odamni Mansurning xanjar bilan o'ldirmish. Arslan shosh amaldorlarga 5 kunlik vaqt berib, al bo'lishni talab qilgandan keyin Shohi Mardon bir xulosaga keldi. Ras al bo'lish. Arslonga ishning tegini so'zlab berish. Shundoq. Bu hayot yo'li. Aman qolasan. Yog'iga yordam qilsang, o'zingning foydang uchun ish qilasan emasmi? Bu yolg'iz o'zingning ishing emas-da. Shohi Mardon shunda qarorga kelib, shu kechsila Mazamxonning bir cherigi bilan Chirchiqqa qarab mangdi. Atsi ularni bo'g'ra cheriklari tutib oldi. Shohi Mardon, Arslan Sardorning yiniga elib beringlar, deb turib oldi. Uni so'roq qilganda, "Men Arslan Sardorni o'ldirgili keldim. O'ziga gapim bor," degandan boshqa gap qilmadi. Bu xabar Arslonga yetgandan keyin u Shohi Mardonni qabul qildi. U Arslonga hammani tugal so'zlab berdi. Arslan uningga ishongan bo'lsa-mu, yana sinab ko'rmak bo'ldi. Shosh ilingandan keyin Shohi Mardon yog'iy poyloqchi idorasini nurg'un maxfiy hujjatlarni qo'lga tushirishda astoydil xizmat qildi. Ondan u Arslonning bir maslahatchisi o'rnida ish qildi. Xalq tiliki, Mansur ordusining ichki ahvoli, al ahvoli, uning sheriklarining ahvolidan so'zlab berib, Arslonni nurg'un yaxshi materiallar bilan ta'minladi. Samarqand ilingandan keyin Shohi Mardon Bug'ra qo'shinining qaroqchi ishlar idorasiga mas'ul xizmatga qo'yildi. U ko'ngil qo'yib ishladi. Shohi Mardon Samarqandning ahvolini yaxshi bilgani uchun uning yordami oz bo'lmadi. Uningga Bug'ra xonning omonligini saqlash vazifasi topshirilgan edi. Somoniylar boshlig'i Mansur bir amal qilib Bug'ra xonni yo'qotish ko'yiga tushgan edi. U Qo'qonga kelganda Sardor Abu Ibrohimning poyloqchi idorasi Qo'qonga bir o'ltirgichilar avatgan edi. Keyin Shohi Mardon anglasa, ular Qo'qonga borgandan keyin Bug'ralar qo'liga tushib qolgan ekan. Somoniylar davlati yiqildi. Mansur bilan Abu Ibrohim qechib ketdi. Lekin ularning yengilginiga tan bermaydiganligini Shohi Mardon yaxshi biladi. Shunga u ho'shyorligini o'stirib, ko'z quloq bo'lib ishladi. Bir kuni Shohi Mardon juma namozdan chiqib o'tib, uzun chor soqolliq bir odamni ko'rib, diqqat qildi. U qaraganda, heliqi odam darhol beshini burdi. Shohi Mardon bo'lsa, uning sirliq shayton ko'zini ko'rib bo'lgan edi. Qiziq. Ajab, heliqi Qamariddinning ko'ziga o'xshab ketdi buning ko'zi, deb o'yladi u. Qarab tursa, heliqi odam masjid qovuqidan chiqib ketib berib, Shohi Mardonga bir qaradi-da g'oyib bo'ldi. Shohi Mardon shu kundan boshlab uning kayniga odam qo'yib poyladi va oxir uning Qamariddin ekanligini aniqladi. U Shahovuddin Ishonning xonaqosida turdi ekan. Ishonning uyiga kechalari berib turdi ekan. Yana cho'ng gumonliq bir ish. Qamariddin Oli Yaktak so'pining uyiga tun yerimida g'ippida kirib chiqdi ekan. Oli Yaktak bo'lsa, Samarqanddagi bir kolla kesar lo'kchak bo'lib,
jiq jinoyatlar o'tkazgan. 2 yil ilgari yolg'iz bir tul xotinga bosqinchilik qilib, keyin uni o'ldirib, uyini bulab qechib ketgan. Qoruqchilar yezlarda izlab yurganda, u yoshirincha shaharga kelib, Shahovuddin Ishonning so'pisi bo'lib olgan. Ondan Ishon uni qo'g'dab qolgan. Bu voqeani Shohimardon yaxshi bilgani uchun Ishonning yanida bir g'oljir bor deb o'ylab yuratdi. Amdilikda Qamariddin bu g'oljirni tepibdi. U cho'qim uni ishqi silib, birar suiqasd qiladi, deydi u. Hech kuni masjidda birar ish to'g'ilmag'iydi deb Shohimardon qo'g'dug'ichilarni o'rinlashtirdi. Qamariddin bilan Oli yaktak masjidda paydo bo'ldi. Ularning qiliqlari gumonliq edi. Shunga u Sodiq G'ulomni Bug'roxonning orqasidagi sapga o'rinlashtirib, o'zi ovi ishkisini boyqidi. Degandek voqea chiqdi. U pichoqni to'sishga ulgura olmadi. Elim yaxshi, Bug'roxon omon qoldi. Biroq bir obdan G'ulom shahid bo'ldi-da. Shohimardon masalani aniqlab yuqoriga ma'lum qildi. Bug'roxonning tasdiqi bilan Qamariddin bilan So'piga o'lim jazosi berildi. Ishonga ogohlantirish qilindi. Sutuq Bug'roxon Samarqand madrasasiga berib kelishni o'ylab yurgan bo'lsa-mu, vaqt chiqarolmagan edi. Bugun noshtadan keyin Olib Arslan bosh o'lchi muddariz Mavlona Hazrat bu yigit bilan madrasaga bordi. U madrasaga xabar qilmaslikni topilgan. Yolg'iz Mavlona Hazrat biladi. Biroq boshqalarga ma'lum bo'lmay qolmadi. Shohimardon bir qism qoruqchilarni ilib berib, madrasa hovlisiga joylashtirdi. Darsxonani bir oylinib chiqdi. Tinch, darsimiz bilan shug'ullanaylik. Hech gap yo'q, dedi dars o'tayotgan muddaris munajjim darsxonadagi olimlarni, talablarni tinchlantirdi. U Bug'roxonning kelish ehtimolini bildi. Shunga darsini davom qilaverdi. Kishilarning qo'liqi darsda, ko'zi ishikda edi. Bug'roxon madrasa hovlisiga kirishi bilan hayvatlik gumbazga ko'zi tushdi. Usti osti dugulak go'zal bino hovlining o'rtasida qad ko'tarib turadi. Uning tomlaridagi oq, yeshil rangli naqshlar, o'g'zisidagi sirliq yeshil sopollar kun sho'lisida parqirab turadi. Oldingi tomning ikki bo'lag'idagi naqshliq egiz ikki munora uchida va gumbazning kindiki ustida oq to'mirdan yasalgan oy yulduz aks nur chachadi. Bug'roxon eshik oldida to'xtab, eshik beshiga La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb yozilgan chiroyli cho'ng mashq xatga qaradi. Cho'ng ikki qanotli ishga o'yilgan naqshlar qizil yeshil ranglarda bo'yalgan. Ishikning yollariga va yo'qursiga gajdan har xil chiroyli naqshlar chiqarilgan. Yo'qiriroqdagi panjaradan kirgan quyosh nurida gumbaz ichidagi tom to'risidagi bir-biridan go'zal har xil naqshlar ochiq ko'rinib turadi. Bug'roxon gumbazning ichini bir oylinib chiqqandan keyin orqa hovliga o'tdi. U yerda cho'ng to'riklik, egiz peshayvonlik darsxona ko'rinib turadi. Bug'roxon darsxonaga kirganda olim va taliblar qo'pib hurmat bildirdi. Ularning ko'pchiligi 30 yosh o'pchirisidagi taliblar bo'lib, yana dars anglag'uchi har xil fanning olimlari bor edi.
Mavlona Hazrat Bug'roxonni oldi tarafga boshlab berib, darsxonaning to'ridagi kichik past supida tozim qilib o'ltirgan bir kishini tanishtirdi. Bu kishi elimizning nomdor olimi, Nujum darsining muddarrisi Abdusalom Munajjim bo'ladi. Abdusalom qo'llarini maydasiga qo'yib tozim qildi. Bug'roxon uning qiyofatiga nazar soldi. Munajjimning turqidan olimlik siyoqi ko'rinib turadi. Soqol burutining tangtin to'lisi oqirg'onligiga qaramay, yuzlari qizg'uch, yirik uzun chor qoshlari ostidagi o'ychan ko'zi nurg'un hikmatlardan derak berib turadi. Quloqliq abjil sallisi. Chosi belbog' bog'lab olgan tashmiti ustiga kiygan chakman yaktiki, bastiga toza yarashqan edi. U tozim qilg'ach, cho'ng, qeylin kitoblar o'chiq qo'yilgan past shirani oylinib kelib, Bug'roxon bilan ishqi qo'llab ko'rishdi. Ulug' sulton Sutuq Bug'roxonning madrasamizga qadam tashrif qilganligi uchun ziyoda xursandmiz, dedi u va qo'llarini qovushtirib orqasiga chekindi. Ko'rishganimiz uchun xursandman, dedi Bug'roxon. Keyin Mavlona Hazratga qarab, bu kishining ta'rifini anglaganmiz, deb olimga qaradi. Qashqardagi xalq bilik yurti o'zlarining ilmiy nujum ta'limotlarini dars qilib o'qiydi. Kamina ilmiy nujumda texi kamtuk. Ulug' Bug'roxon rahbarligidagi Qashqar xalq bilik yurti Iroq yaqin albishiga nur chashmoqda. Ilik ustozning ta'limotlari bizga savoq bo'lmoqda, dedi Abdusalom bir xil mag'rur qiyofatda. To'g'ri gap, deb qo'shimcha qildi Mavlona. Qashqar xalq bilik yurtidan taralgan bilim, yetishgan bilarmanlar butkul turk uluslari orasiga bebaho urug'lar solmoqda. Ular olim Farobiyning qimmatli bilimlariga vorislik qilmoqda. Bu urug'lardan hosil bo'lgan mevalar alga naf bergusi. Bir Qashqar bilik yurti bilan ish bitmaydi, dedi Bug'roxon. Sizlarning madrasanglar ba'zi jihatlarda oldini mangmoqda. Yana Buxoro shosh madrasalari. Shundoq. Birlikda nijot yo'lini izlash kerak. Alning birligi va to'liq erkinlik uchun birlikda bilim saviyamizni o'stirish zarur. Mavlon Hazrat, Munajjim olimning darsini billa anglayli. Bug'roxonni supug'i taklif qilgan edi. U unumay pastda oldida o'ltirdi. Mavlona Hazrat, Oriston, bo'z yigit billa o'ltirdi. Ular muddarisga tikilishdi. Muddaris ko'zlarini yumib, qo'shimlarini turib, bir pas o'ltirdi-da, darsni davom qildirdi. Biz osmon jismlari ustida so'zlayotgan edik. U yana ko'zini yumib, ozroq turib olib davom qildi. Shundoq. Osmon bir cheksiz olam. Bu olamda nimalar borligi to'g'risida bizdan muqaddam o'tgan munajjimlar ko'p degan qimmatlik izlanishlarni o'ttirg'a qo'ydi. Tadqiqotlarga asosan shuni aytish mumkinki, olam bo'shlig'ida sonsiz xilma-xil jismlar bor. Biz ko'rib turgan quyosh, oy, yulduzlardan boshqa biz ko'rolmaydigan jismlarmi ko'p bo'lishi mumkin. Quyosh bu karomat ulug' qudratli kuch bo'lib, boshqa jismlarni o'ziga tortib turadi. Quyosh bo'lmasa, olamda hech nima bo'lmaydi.
hozirgacha bizga ma'lum bo'lgan olam sayyorlarimi bo'lmaydi. Biz yashab turgan bu dunyomi bo'lmaydi. 7 qat osmon degan so'z 7 sayyoraga qaritib aytilgan bo'lishi mumkin. Bizning dunyomi olam jismlarining birisi. Dunyo qandoq yaralgan? Dunyodagi hayot qachon, qandoq yaralgan? Bu davomli tadqiq qilinishi kerak bo'lgan muhim va murakkab bir masala. Allah Odam alayhissalomni yaratishdan ilgari dunyo bor edi. Xo'sh, undaqda hayot bormidi? Hayvonlar, qurutlar, o'simliklarning hammasi birli daqiqada yaralganmi? Odamcho? Odamni Alloh yaratgan. degan bir ovoz chiqdi tovandan. Odamlar Odam alayhissalomdan va Havo onamdan yaralgan. Shundoq bo'lsa-mu, dunyoni, hayotni, odamni davomli tadqiq qilish lozim. Bularmi olam jismlari. Olam jismlarining borliq kelish, rivojlanish va o'lish jarayoni bo'ladi. Zodi olam jismlari. Dunyo qandoq yaralgan? Qandoq davom qilib kelmoqda? Fikr, buningga texi kesib bir narsa aytolmayman. Shunisi aniqki, yaratquchi bir qudratli ilohiy kuch bor. Munajjim so'zini to'xtatib, yana ko'zini yumdi. U boshdagi so'zlarini xeyli ishonchli so'zda avotdi. Keyin so'zlari mujmallashib ketdi. So'zlayotganlarining to'g'ri yoki xato ekanligiga o'zim gumon qiladi. Hammani yaratquchi qudratli Allohni qandoqmi inkor qilg'ili bo'lsin? Tova. Bu kufrlik emasmi? Texi ilgirki olimlarning aytqonlari, o'zining necha 10 yillab qilgan tadqiqotining natijalari ilohiy kuchni inkor qilyotdi. Olam yo'qdan bor bo'lgan. U o'z yo'li bilan taraqqiy qilyotdi. Bu amaliyotdir. Biroq biror kuch yaratmasa, u qandoqcha o'zligidan bor bo'lsin? Munajjimning miyasida uzoqdan beri kurash qilinib kelayotgan ruh bilan modda, yaratquchi bilan yorilish orasidagi ziddiyat yana uning ko'z oldida paydo bo'ldi. Bu ziddiyatlar go'yoki uning oldida dahshatli ikki odamdek uningga tahdid soladi. Biri mavjudiyatdan ko'z yumma, haqiqatni unutma desa, yana biri mavhumiyatni unutma deydi. U birisini tepib yiqitib, birisi tarafga o'tishni xohlaydi. Lekin qaysisini tashlab, qaysisiga o'tishda bir qarorga kelolmaydi. Shun u doim mushu masalaga kelganda qiynaladi. Boshqalarning savollaridan aplab-saplab o'zini chetga oladi. U olamni, olam jismlarini ma'lum darajada bilgan, lekin texi bilib ketolmagan edi. O'zini bilib yetmagan. Uningda bundoq yetishgan idrok yo'q edi. Jismni, moddani iqror qiladi, lekin uni oxiri berib Allohga bog'laydi. Shundoq bo'lsa-mu, Muddaris Abdusalom o'z zamonasining ilg'or munajjim olimlaridan edi. Shunga u ilg'or kuchlarning yo'lishiga, aksiyatchi kuchlarning qarshiligiga uchraydi. Munajjimning ideyasidagi bu qarama-qarshilik ko'plagan olimlarda mavjud edi. Hozir dars anglayotgan taliblardimi, Muddaris Mavlona Hazratdimi, Sutuq Bug'raxondimi mavjud edi. Shunga heliqi bir kishidan boshqasi savol qo'ymadi. Bug'raxonmi,
Mavlonimi g'ing qilmadi. Bu tortishishlar bu yerdimi borkan? deb o'yladi Bug'roxon. O'tgan qitim Mavlona Hazratning aytib berishicha, falsafa to'g'risidagi talash texmi cho'ngroq ekan. Bu yerdagi olimlar bizning ustoz ilikchilik qat'iy o'tkir emas o'xshaydi. Bug'roxon o'rniga qaytib, Munajjimning darisini va uning mujmal savolliq so'zlarini Qunduzga so'zlab bergan edi. Qunduz bu savollarni oxiri ilik ustoz yeshidu dedi. Qadashliq bo'lmasa, o'rnini saqlab qolg'ili bo'lmaydi. O'rda xalqdan ayrilsa, put terib tura olmaydi. Sizlarning talabinglar to'g'ri, lekin biroqla tugal hal qilg'ili bo'lmaydi. Bug'roxon atamni ko'rolmaydigan, talmirdigan boshqa mardonalar ozdanmi xanacha. Shularning salimi bo'lavermamdi. Qutlug' safardan g'olibiyat bilan qaytgan ulug' xaqonimiz Sultan Sutuq Bug'roxonni ma'raklab qarshi olamiz. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.